Bilasizmi, biz yeyayotgan miqdor, yeyayotgan oziq-ovqat turlari ular uyda pishirilgan ovqatdan qutilarga va fast foodga o'zgarib ketgan. Va men bu o'zgarishlarning katta bir qismi deb o'ylayman. Ovqat hozir ma'nosini yo'qotgan narsa. Kompyuter oldida, televizor oldida ovqatlanamiz, rulda ovqatlanamiz. Ovqatni mashinadan tushmay turib olamiz. Ovqatlanish tajribasi, shuningdek, oshpazlik san'ati haqidagi tushunchalarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Qiziq, biz ko'proq ishlaymiz, lekin umuman olganda juda kam harakat qilamiz. Asosan o'troq hayot kechiryapmiz. Mashina haydaymiz va ko'p o'tiramiz. Ishga boramiz, o'tiramiz. Harakat qilsak ham o'ta kam qimirlaymiz. 100 yil oldin hayot jismoniy bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik jismoniy mehnat qilgan. Fermalarda yoki ishlab chiqarishda ishlagan. Hatto odamlarda idish yuvadigan yoki kir mashinalar bo'lmagan. O'sha paytlarda qilgan har bir ishingiz jismoniy mehnatni talab qilgan. Biz boshqalarni sport bilan shug'ullanishini ko'rib mazza qilamiz. Aslida biz sportchilar kabi uglevodlarni iste'mol qilamiz, lekin biz emas. Ular uglevodlarni hazm qiladilar.